gaplashib o'tadigan mavzularimiz tizza bo'g'imidagi og'riqlar, sportdan keyingi jarohatlar, uzoq masofaga yura olmaslik, uzoq masofaga yurganda tez charchab qolish va tizzani ichki sohasida kuchli og'riqlar, zinaga chiqqanda noqulayliklar, havo harorati soviganda tizza bo'g'imidagi kuzatiladigan og'riqlar haqida to'xtalib batafsil gaplashib o'tamiz. Tizza bo'g'imidagi uchraydigan og'riqlarni bilish uchun oldin uni qisqacha anatomiyasi bilan tanishib olamiz. Xo'p, mana odam tizza bo'g'imi bu 3 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Bu son suyagi, boldir suyagi va tizza qoplog'i. Pastda kichik boldir suyagi ham tizza bo'g'imini tashkil qiladi. Undan tashqari tizza bo'g'imida ikkita yon bog'lamlar, ya'ni bu tashqaridagi bog'lam, bu ichkaridagi bog'lam. Undan tashqari ikkita yostiq, ya'ni menisk deyiladi. Bu ichkaridagi, bu tashqaridagi. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu oldingi xotsimon bog'lam, bu orqa xotsimon bog'lam. Mana shular. Undan tashqari, mana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bitta sinyoval obloshka bo'ladi, ya'ni qobiq bilan qoplangan bo'ladi. Mana shu narsalar tizza bo'g'imini anatomiyasini tashkil qiladi. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri bu tizza bo'g'imini yemirilishi hisoblanadi. Uni ilmiy nomi artroz deyiladi. O'zi artroz 4 darajasi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi darajali artrozlar yengil darajalar, 3-chi, 4-chi darajali artrozlar bu og'ir darajalar hisoblanadi. Artroz o'zi nima? Artroz bu suyakni tog'ay qavatini yemirilishi hisoblanadi. Ham son suyagidan, ham boldir suyagidan yemirilib boraveradi. Ya'ni bunda xirash yo'qoladi. O'zi tog'aylar 14-15 yoshdan shakllanib boradi. Umrining oxirigacha faqat bir marta beriladi bu tog'ay. Endi artrozi bor bemorlarni yoshini hisobga olish kerak. O'zi artroz hozirgi kunda 40 dan o'tgan vesi bor odamlarda, ya'ni tana vazni katta odamlarda tez jadallik bilan o'smoqda. Endi o'sha bemorlarga aytganimizda rentgen tekshiruviga yuborganimizda rentgenchi aytdi, tizzangizda tuz bor ekan deb aytadi. Aslida tizza bo'g'imi va boshqa suyak bo'g'imlarda hech qanaqa tuz bo'lmaydi. Bu xato fikr. Ya'ni bunda misol uchun tizza bo'g'imini faraz qiladigan bo'lsak, tizza bo'g'imini misol mana son suyagi, boldir suyagi, mana shu joylarni suyakda o'simtalari paydo bo'ladi. Xuddi hali dengizdagi koral riflariga o'xshagan bo'ladi, shoylarga o'xshab chetdan o'sib chiqishni boshlaydi. Buning asosiy sabablari bu tizza bo'g'imiga beradigan nagruzka, tizzadan olingan jarohatlar yoki tizzadagi tog'ayning o'zgarishi, vaqt o'tgan sari paydo bo'lgan artroz hisoblanadi, ya'ni yemirilish hisobiga assetitlar paydo bo'ladi. Bular strukturaviy tuzilishiga qarab suyakka o'xshaydi, lekin juda ham yumshoq bo'ladi. Qo'l bilan bosganda sinib ketadigan holatda kuzatiladi. Ba'zida shu assetit ko'chadi, bo'g'im ichiga kirib qoladi va u handram telaga aylanib qoladi, bo'g'imga tiqilib, bo'g'imda kuchli og'riqlar beradi. Endi artrozda birinchi, ikkinchi darajalarida bemorlarga dori-darmonlar buyuriladi, fizlitsiniyalar buyuriladi. Ba'zi holatlarda bemorlarga PRP terapiyalar, plazmalar qilinadi. Shu holat bilan ketadi. Endi og'ir bemorlarga, misol uchun bemor 50 ga borgan, 50 dan o'tgan, artrozi 3-chi, 4-chi darajasi tipi bor. Bemor aytadi o'z so'zi, men har 2 oyda davolanaman, lekin lecheniya yaxshi yordam bermayapti. 1 oydan keyin yana og'rib qoladi degan savollar bilan murojaat qiladi. Bunday bemorlarga tizza bo'g'imini total endoprotezlash operatsiyasi tavsiya etiladi. Ya'ni bunda yemirilgan o'choqlar, ya'ni tog'ay qavatlari qo'lni olib tashlanadi-da, o'rniga metal qo'yiladi va bundan keyin operatsiyadan keyin bemor misol ertasi kundan turib yuradi, 1,5-2 oy davomida ortopedik rejim, ya'ni reabilitatsiya saqlaydi, mashqlar bajaradi. Undan keyin asta-sekinlik bilan bemorlar oldingidek og'riqsiz hayotga qaytishi mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda rentgenlar ko'rsatilgan. Bu tizza bo'g'imi rentgeni hisoblanadi. Yuqorida son suyagi va boldir suyagi. Normada shu artroz deymiz, ilmiy nomi, ya'ni yemirilish, shu kimdirlar aytgan unchalik tuz yig'ilishi degan narsa, lekin aslida bu tuz bo'lmaydi. Endi mana birinchi va ikkinchi darajali artrozlarda orasida masofalar ochiq bo'ladi. Bu asosan 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda va ba'zi qo'shimcha kasallik bo'lmaganlarda xuddi shunday holatlar kuzatiladi, agar ular travma olmagan bo'lsa. Mana qarang, ikkinchi darajali artrozda sekin qalinlashni boshladi tog'ay qavati va 3 ga o'tganda
maylovlar, ya'ni astafitlar paydo bo'lishni boshladi, ya'ni suyak bo'lmagan suyak hosillalari. Endi mana 4-darajali artrozda polni mana orasi yopishib qolganini, ya'ni bir-biriga yaqin bo'lib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda tog'a yemiriladi, suyakka ishqalanishni boshlaydi. Shuni hisobida og'riq bo'ladi. O'sha davolansa ham foyda bermaydigan bo'ladi. Bunday holatlarda o'sha endoprotez amaliyoti tavsiya etiladi. Endi yoshlarda mana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, ular MRTni ko'rgan ma'qul. Ya'ni 18 dan baland, 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda agar ular qayrib yoki birorta sport mahsulotlarida trombonlagan bo'lsa, artrozlar bo'lmaydi. Agar shu holatlar bo'lsa, ularda artroz kuzatilishi mumkin va asosan o'sha artrozga sabab yana qo'shimcha mana shu yerdagi paylar, ya'ni mensklar yirtilishi yoki oldingi butsimon bog'lamlari uzilishi natijasida tizzani nostabilligi yuqori bo'ladi va tog'aylar bir-biriga ishqalanishi boshlaydi. Bunda esa suyak yemirilishi, ya'ni suyakda tog'ay qavati yildan yilga yupqalashib borib, artrozga sabab bo'ladi. Xo'p, yana yemirilishga sabab bo'ladigan muammolardan biri gormonlar o'zgarishi hisobiga oshgan tana vazni hisoblanadi. Asosan bunda o'sha yemirilish, ya'ni artroz ayollarda ko'p uchraydi erkaklarga nisbatan, chunki ayollar tug'ruqdan keyin tana vazni ortib boradi. Bundan tashqari klimaks davrini, ya'ni gormonlar o'zgarishi bilan kechadigan kasalliklar ko'p bo'ladi bunday bemorlarda. Shuni hisobiga tana vazni yuqori bo'lib boradi. Endi agar bu bemor har doim tana vazni hamda yoshi hisobga olinadi operatsiyadan oldin. Endi agar yosh bo'lsa, 40 hali yetib bormagan bo'lsa, bemorlarda agar yengil darajali artrozlar bo'lsa, har doim yaxshi dorilar, fizioterapiyalar buyuriladi va ularga ko'proq tana vaznini saqlashga tavsiya etiladi. Ya'ni yuqori bo'lgan tana vazni ularga kerak emas deyiladi. Bunday bemorlarda ko'proq suzish mashqlariga buyuramiz, chunki suzish mashqlarida tana vaznidagi hamma mushaklar ishlaydi. Endi tug'ruqdan keyingi tana vaznini oladigan bo'lsak, ya'ni yemirilishga moyil bo'ladi. Ya'ni bu bemorlar misol 40 dan o'tgan, 50 dan o'tgan bemorlarda ko'p kuzatiladi. Bunday bemorlarda ko'pincha operatsiyadan qo'rqishadi va o'zini tana vazni yana oshib ketaveradi. Bunday bemorlar ko'proq tezroq endoprotez qo'ygan ma'qul, lekin ba'zi shunaqa istisnolar bo'ladi. Artrozi kuchli bo'lsa ham tana vazni kam bo'ladi-da, bunday bemorlarda og'riq kam bo'ladi. Ya'ni bunday bemorlarda o'sha tizza bo'g'imiga moylari qilib, misol blokadalar, lecheniyalar olib ham artrozni o'sha darajasini kamaytirib, ya'ni operatsiyaga borish muddatini cho'zish mumkin bunday bemorlarda. Xo'p, endi yoshlarda orasida tizza bo'g'imidagi og'riqlarga sabab bu paylari uzilishi, ya'ni mensk jarohatlari hisoblanadi yoki oldingi orqa hotsimon bog'lamlar yoki yon bog'lamlari uzilishi hisoblanadi. Bunday travmalar asosan sport mashg'ulotlarida, futbol, voleybol, basketbol, ba'zi holatlarda bodybuilding, ya'ni og'ir atletiklarda ham kuzatiladi. Ya'ni bunda paylar yirtilib qoladi. Endi yoshlarni aniq hisobga olish kerak bunda. Ya'ni bunda rentgen emas, MRT tekshiruvi buyuriladi. MRT tekshiruvida paylar holati, tuzilishi, strukturasi, hamma narsa ko'riladi. Endi yana bir muammosidan biri tizza og'riqlariga bemorda artroz bo'lmaydi, paylar yirtilmagan bo'ladi. Bunday bemorlarda revmatoid polyartrit bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda u bemorlarni anamnez yiqqanda havoni aynishini oldindan sezadi. Misol uchun 2 kun oldin boshlaydi, oyoqlari qaqshab og'riydi va boshqa bo'g'imlarda ham og'riq kuzatiladi. Va bu bemorni so'raganingizda yoshligida tomog'i ko'p og'rigan yoki surunkali tonzillit, ya'ni xalq tilida aytaylik, anginasi bor ekan deydi. Mana shu bemorlarda oyoqlari ko'p og'riydigan bo'ladi. Yana bir sabab, agar tizzani orqa tomoni og'risa, ya'ni mana bu tomonda og'riq bo'lsa, bunda bu nevrologik og'riqlar hisoblanadi. Buni muammosi yuqori, ya'ni belni ko'rish yoki belni tekshirtirish kerak bo'ladi. Endi yoshlarga keladigan bo'lsak, o'sha tizzadagi og'riqlarga sabab, ya'ni sportga olingan jarohatlar bo'lishi mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu son suyagi, boldir suyak, tizza qopqog'i, bu oqarib turgan narsalar tizza bo'g'imini suyuqligi, ya'ni sinovit deb ataladi. Normalda mensk bo'lagi uchburchak shaklda bo'lishlari kerak. Mana yaxshilab e'tibor bergan bo'lsak, orasida yirtilish turibdi. Ma'lum miqdorda bu 2-darajali yirtilishga kiradi. Endi bemor ko'pincha bunday yirtilishlarda ozgina og'riq bo'ladi. Bunday holatlar fizioterapiya yaxshi yordam beradi, o'tib ketadi. Endi lekin shu bemorni mana MRT tekshiruv qilib turganimizda mana oldingi butsimon bog'lami
Endi mana tashqari tomonga keladigan bo'lsak, normada uchburchak bo'ladigan narsa mana ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda loskut bo'lib yirtilayotgani tashqaridagi menskda tizzani tashqi tomonida bo'ladi, kuchli og'riq bilan namoyon bo'lishi. Endi misol uchun buni to'g'ridan ko'rinishini hosil qiladigan bo'lsak, mana o'zi normada bunaqa uchburchak shaklda bo'lib turishlari kerak. Bunda mana pol yirtilgan. Bunday holatlarda bemorda og'riq kuchli bo'ladi va operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi va mana bu tomonda o'zi qorayib turish kerak bo'lgan narsa mana bu yerda kostniy otoklar ham namoyon bo'lyapti.